Assalomu alaykum. Mana Karom ko'chatimizni do'ga qilib, bugundan xudo xolasa yopamiz ustini. Yopish o'sha soat 10-11 da yopiladi ertalab. 4 largacha yopiq turadi. Kun issig'idan saqlash uchun. Mana qurib qopti ancha. Endi sal namlab, jashil taqmaymiz, sal namlab yopib tashlaymiz. Sal namlab oldik. Soatimiz xo'sh 10 bo'pti soat. Mana yopib qo'ydik. Ozgina kun tushadi, unaqa katta kun tushmaydi, bir 15% tushadi. Shunaqa yopiq turadi ko'chatimiz salqinda. Bu o'sib olishida yordam beradi ozgina. Ko'chatlar nimjon bo'lib qolmasligi uchun buni o'sha abitdan keyin to'rlarda ochib turamiz. Ertalab yopamiz, abitdan keyin to'rlarda ochib turamiz. Ertalab 10, abitdan keyin 4 da ochiladi. Ertalab 10 da yopiladi. Shunaqa qilib borsanglar, ko'chatinglar baquvvatroq bo'ladi. Quyoshda qolib ketmaydi. Quyoshda qolsa qurib ketsa suv sepaverish kerak-da, bu sal namlikka ushlab turadi. Kuzatishda davom etinglar. Keyingi videolari Xudo xolasa qo'yib borishda davom etamiz.